Mamlakatimizda qonuniy mehnat migratsiyasini tizimli tashkil etish, fuqarolarning xorijda xavfsiz va rasmiy tarzda ishlashiga sharoit yaratish maqsadida keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu yo'nalishda Toshkent viloyatida bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasi hamda migratsiya masalalari bo'yicha tadbir bo'lib o'tdi. Yarmarkada xorijiy ish beruvchilar tomonidan taqdim etilgan bo'sh ish o'rinlari ro'yxati fuqarolarga havola qilindi. Ish shartlari, maosh miqdori, yashash va mehnat muhitiga doir barcha tafsilotlar bilan tanishtirish ishlari olib borildi. Fuqarolar o'z mutaxassisliklariga mos bo'sh ish o'rinlari bilan tanishdi. Ushbu yarmarkaga tuman shaharlarimizda ishsiz yurgan va chet elga ketib munosib ish o'rinlariga joylashish istagida bo'lgan yoshlarimiz tashrif buyurishgan. Tashkil etilayotgan mehnat yarmarkasida 11 ta chet el bo'sh ish o'rinlaridan 7 ta davlatimizda faoliyat olib borayotgan korxonani bo'sh ish o'rinlari bilan yarmarkada qatnashyapti tashkilotlar. Bu yerdagi kelgan yoshlarimizni har biri o'ziga munosib ish bilan ta'minlanish maqsadida kelgan. Mana Yoshlar ishlari agentligi mehnat migratsiyasi agentligi bilan hamkorlikda o'quv markazlari bilan faoliyatni yo'lga qo'yib, yoshlarimizni xorijiy tilga va kasbga o'qitish orqali ularni bandligini ta'minlab chet elda mo'may daromad topishlariga imkon yaratib bermoqchimiz. Bu yarmarka orqali biz bu yilga 2025-yilga 5000 dan ziyod yoshlarni qamrab olib, kasbga, chet tiliga o'qitish orqali chet elga xorijiy migratsiyaga yuborishni rejalashtirib olgan. Tadbir davomida migratsiya masalalariga ham alohida to'xtalib o'tildi. So'zga chiqqan mutasaddilar so'nggi yillarda qonuniy mehnat migratsiyasi sohasida olib borilayotgan islohotlar, xorijiy davlatlar bilan tuzilgan memorandumlar, ikki tomonlama shartnomalar, ishga yuborishdan oldin o'qitish va kasbiy tayyorlov kurslari haqida ma'lumot berdi. Tadbirda ishtirok etgan xorijiy kompaniyalar vakillari o'z loyihalari doirasida mavjud ish o'rinlari, ularning yo'nalishlari, ishlab chiqarish faoliyati, ishchilarga yaratiladigan sharoitlar va qo'yiladigan kasbiy talablar haqida to'liq ma'lumot berdi. Jumladan meditsina, logistika, qishloq xo'jaligi, xizmat ko'rsatish va sanoat sohalaridagi ish o'rinlariga talablar e'lon qilindi. Har bir lavozim bo'yicha til bilish darajasi, sog'liq holati, kasbiy malaka va ish tajribasi kabi mezonlar tushuntirildi. Migratsiya agentligi chet eldagi ish beruvchilar bilan hamkorlik o'rnatgan holda 20 dan ortiq rivojlangan mamlakatlardagi 150 mingdan ortiq ish o'rinlari bo'yicha kelishuvlar erishilgan. Bu narsalar ochiq oydin onlayn rejimida xorijda ish.uz sayti orqali anketa to'ldirish orqali amalga oshiriladi. Shaffof, hech qanday boshqa omillarsiz. Ya'niki shu platformaga kiriladi, anketa to'ldiriladi va shu ish beruvchini tanlovida ishtirok etiladi. Tilga, kasbga o'qitish yo'nalishlarimiz bor. Bundan ko'zlangan maqsad nima? Ya'niki qaysidir hunari bor, lekin qaysidir tilni bilmaydi. Ya'ni hozir aytgandek nemis tilini bilmaydi. Nemis tilini B2 sertifikat darajasigacha o'qiydi, tekinga yana bir marta aytaman. Va xorijiy ish beruvchi tanlovida qatnashadi va xorijdagi ishga borib joylashadi, ishlaydi. Bu narsalar hammasi migratsiya agentligi orqali amalga oshirilgan jarayonlarda qonuniy hisoblanadi. Tadbir tashkilotchilari tomonidan fuqarolarga hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirish, til va kasb bo'yicha tayyorgarlik ko'rish, sug'urta va boshqa zarur xizmatlar bo'yicha maslahatlar berildi. Mazkur tadbir fuqarolarning qonuniy mehnat migratsiyasi bo'yicha xabardorligini oshirish, ularni rasmiy va xavfsiz ish o'rinlariga yo'naltirishda muhim qadam bo'ldi.